Sizga bir do'stingiz bir ko'chani boshida zo'r morojniy tayyorlar ekan. Uni pishirib, ya'ni yog'da qovurib, banan ham qo'shar ekan deb aytadigan bo'lsa, sizda o'z-o'zidan ongingizda shu narsani tatib ko'rishlik hissiyoti paydo bo'lib qoladi. Shuni tatib ko'rsammi degan fikr paydo bo'ladi. Siz qachondir yo'lingiz tushib qolsa shu ko'chani boshiga, o'sha narsani tatib ko'rishni xohlaysiz yoki tatib ko'rasiz. Katta ehtimol bilan tatib ko'rasiz. G'iybat ham biz hayotimizga xuddi shunday ta'sir qilar ekanda. Biz kimnidir hayotini muhokama qilayotganimizda, uni ayblarini aytayotganimizda boshqalarga ongimiz shu narsani tatib ko'rishlikni xohlab qolar ekan. Shuning uchun men shu psixologiyada shu narsani eshitgan zahotim tushundimki, ha, demak bekorga islomda bu narsa taqiqlanmagan ekan deb tushundim. Qarangki, islomda taqiqlanganda bu narsa. O'z-o'zidan dinimizda g'iybat, ya'ni gunoh. Bu narsani qilish mumkin emas. Shunaqa ekan, shuni bilib, ha, demak psixologiyada ham bu narsa borligini bilganimdan keyin, ha, bularga amal qilishlik ham dunyo taraflama, ham din taraflama foyda keltirar ekan degan qarorga keldim. Shunaqa, sizlarga ham shuni ilindim, shuni bo'lishmoqchi bo'ldim. Shu narsadan ehtiyot bo'lingki, o'sha gapirayotgan, yomonlayotgan holatingiz o'zingizga, hayotingizga kelib qolishligi mumkin ekan. Shuning uchun lutfi faqat yaxshi narsalardan gapirishlik kerak ekan. Ba'zi insonlar bor, "Ey, yomon narsani gapirmaylik" deydi-yu. Xuddi shu narsa. Doimiy yaxshi narsani gapirishlikda. Bu har bitta og'zimizdan chiqayotgan so'zlarimiz duodaqa ta'sir qilar ekanda, hattoki hazillashib aytgan so'zlarimiz ham xuddi shunday ta'sir qilar ekan. Bo'ldi, yetadi. Bu bitta. Bo'lib olaylikmi?